sunshine. Salom do'stlar. Hozir sizlar uchun bir ajoyib bir sxemani chizib ko'rsatmoqchiman. Bitta led lampochkani ikki tomondan boshqarishni o'rgataman. Ko'chatildi. Hozir sizlarga sxemani chizib boshlayman. Qani tayyor bo'lsang ketdi. Agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Qani boshladik. Qani ketdik. Xo'p, birinchi o'rinda mana korobkadan boshlaymiz. Korobkani chizib olamiz oldin. Korobka bu. Korobka 220 volt o'zgaruvchan. Hop, bu ko'chadan kirishi deylik. Mana plus minus kirib kelyapti. Korobka chiqishi pastga qarab ketdi mana. Hop, pastga tushib boradi. Mana bu 0, mana bu plus dedik. Qarang, mana 220 korobka tayyor. Buni endi lampochkani chizib olamiz. Metga buni ilerroq qilamiz. Oddiygina lampochka o'zimizning qonchasiga. Xo'p, lampochkaga doim 0 to'g'ri bo'ladi. To'g'ri ketadi. Ko'rib oling, lampochka 0 to'g'ri boradi. Hech qachon anaqa ko'rsatib bo'lmaydi. Buni agar xato adashib fazolab qo'ysangiz, lampochkani to'kirishi mumkin. Korobkadan olib oldik. Mana lampochka keldi. Endi buni fazasini olishimiz kerak. Fazani qaytib olamiz. Mana ketdi. Pastroqda. Ko'chatilni olamiz. Ko'chatilni endi chizib qo'ydik. Chiroyli qilib. Ko'rmishlar faqat qo'ldan keyin chizyapmiz endi. Xo'p, ko'chatilni nima bo'ladi asosan? Bu yerda faqat faza bo'ladi. Faza 220 bo'lmaydi bu yerda. Faza bo'ladi. Esingizda bo'lsa 0 ham bo'lmaydi, to'g'ri faza. Buni vazifasi fazani uzib qo'shib berish, yoqib o'chirib berish. Faza to'g'ri keladi mana. Kelaveradi. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Hozir mana korobkadan 220 voltdan to'g'ri fazani olib chiqib oldik mana. Plus olib chiqib oldik. Korobka ketdi mana. Выключатель kirdi. Endi выключательdan chiqarib, lampochkaga beramiz. Sekin olamizda, lampochkamiz endi yaxshi yoqmaydi. Shunga xafa bo'lmaysizlar. Buni yeroq qilamiz. Olamiz. Endi sakrab o'tgan joyi bor ekan. Olaveramiz. Mana do'stlar. Mana korobkadan 220 faza to'g'ri tushib, ko'chatilga keldi. Ko'chatildan faza chiqib borib, lampochkaga kirdi mana. 0 korobkadan tushib to'g'ri keldi-da, mana 0 to'g'ri pravoy borib lampochka qilindi. Shunda fazani o'chirganimizda lampochkamiz o'chadi. Buni almashtirganimizda ochib qo'limiz tegsa to'kirmaydi. Agar buni teskarisini qilsangiz, misol uchun 0 to'g'ri ko'chatilga olib kelib turib, fazani to'g'ri bu tomonga olib sangiz, to'kirish mumkin. Juda xavfli narsa. Ya'ni endi buni ikki tomondan o'chirishni, yoqishni o'rgatamiz. Mana endi ketdi. Mana bu tomonga bitta ko'chatil chizib olamiz. Xuddi o'zidaqa. Mana uchkamiz ham sal xafa bo'lib qolibdi. Mana chizib olamiz buni. Mana ko'ringan bo'lsa kerak. Endi xafa bo'lmaysizlar do'stlar. Xo'p, qanday qilamiz endi? Men sizlarga savol. Buni bitta permichkani, endi buni devordan o'tish kerak. Sizlarga to'g'ri tushuntirishni ko'rsataman. Mana misol uchun mana faza bo'lgan bo'lsa, mana bu tomondagi buni olib turib, to'g'ri mana olib kelib turib, noldan bu fazadan sakrab o'tib, korobkadan kirgan fazaga ulaymiz mana aytgan. Mana sakrab o'tib, mana ulab oldik, mana plus ulab oldik. Bunda pastda ham tok bor. To'g'rimi? Tok bor. Ana endi buni faza bunga keldimi mana? Ikkinchisi keldi. Ana endi buni olamizda, olib turib, mana to'g'ri olib olamizda, mana fazamizga beramiz mana. Tushunarli bo'ldi? Endi savol. Qanday ikki tomondan boshqariladi? Xo'p, mana ketdi deylik. Mana misol uchun sizlarga kirilaring. Mana lampochka ko'chatildi, yoqtirildi. Yoqsangiz, lampochka to'g'rimi?
Aha. Endi bu tomondan ham boshqarmoqsizlar shu narsani. Bu tomondan. Bu tomondan boshqarmoqchi bo'lsalar, bu tomonni o'chirib turib, bu tomondan fazani olib turib, mana fazni bu tomonga berdik, to'g'rimi? Bu kechatilga. Bu kechatilda faza bor. Bu kechatilga yoqsak, to'g'rilab faza mana shu kelib boradi. 0 to'g'ri kelgan mana 0 mana. Mana to'g'ri kelib mana shu kelib. Shunda buni qo'shsak faza bo'lib mana shu bo'ladi. Videomiz agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, obuna va like bosinglar. Sog' bo'linglar.